Assalomu alaykum. Men Avlanazarov Xurshid Abduhafizovich, qon tomir jarrohi, flebolog, kandidat mednauk, Toshkent tibbiyot akademiyasi ko'p tarmoqli klinikasi qon tomir jarrohlik bo'lim boshlig'iman. Bizning bo'limimizda 6 ta qon tomir shifokori faoliyat olib boradi. Shulardan 3 tasi tibbiyot fanlari doktori, 2 tasi tibbiyot fanlari nomzodi. Bizning bo'limimizda barcha qon tomir kasalliklari, barcha vena qon tomir kasalliklari, arteriya qon tomir kasalliklarini endovaskulyar davolash, ochiq usulda davolash, gibrid amaliyotlari olib boriladi. Bundan tashqari hozirgi kunda varikoz kasalligini zamonaviy davolash usullari, ya'ni lazer bilan davolash usullari keng yo'lga qo'yilgan. Bo'limimizda har bir arterial, har bir venoz kasalliklar bilan murojaat qilgan bemorlarda individual yondashuv, ya'ni har bir kasallikda individual tekshiruvlar olib boramiz va professorlar, akademik domlalarimiz bilan birgalikda konsulyumlar orqali ularda aniq va tashxis va davolash usullarini belgilab boramiz. Bizning bo'limimiz 24 ta o'rin joyga mo'ljallangan. Shundan 15 tasi bu order bilan murojaat qilgan kasallarimiz uchun, 9 tasi bu pullik xizmatga asoslangan. Bulardan o'sha koronar tomirlarni diagnostikasi, ya'ni koronografiya, koronar tomirlarni stentlash, periferik arterial tomirlarning diagnostikasi va ularni stentlash, ya'ni balon angioplastiklar bilan davolash keng yo'lga qo'yilgan.